Assalomu alaykum ahli YouTube. Nasılsınız? Bizda qor hali beri. Muzlagan. Bugun 4 ga tushdi minus. Svet o'chib qolgan. Dijok ishlayapmiz dijok bilan. Samotok o'zi ishlab ketdi. Svet o'chgandan. Котел градусы aytaman hozir nechida ishlatgan. Olmuşta ishlayapti. Svet keldimi? Ha, o'chibdi o'zi. Nechiga ishlayapti? Olmishga chiqib ketdi. Kecha olmishda ishlamdi. Shunda ham shu 12-10 qildimi? Nechisi ventilator? To'xtayaptimi? Yo'q. Ha, bir o'chganda qoqish kerak endi. Shpirk bilan yaxshilab. O'chgandan keyin. Keyin qachon tuzilib ketgan. Ko'rib qopti. Dijokning ko'rsatang. Dijok. Sanada ana averi bor. Aver bilan o'zi yonib o'zi o'chadi. Biznes olib qo'ylar 30 litr. Mana chiqar. Muz yoplandilar. Ketdikcha. Xalodni nechi bo'ldi? Xalodni. Chiqarmi? Ha. Ha. 1 minus 1 ga 5. 5 plus ishlayapti. Chiqar tashqari 5 bo'lsa, chiqar 5 bo'lgan. 10 gradus farq qilyapti. 3 qavat. Ana 1 ga tushgan. Faqat sal bo'lsa ham kun illadimi? To'rga ko'taribdi. To'rga ko'taribdi. Chiqar 10 ga ko'tarilgandir. Ko'tarildi. 6 turgan. Olmishga ishlagan bo'lsa, u anosi ham sal to'xtab ishlaymi? Olmishda ham turibdi anosi datchiga. 14.8 chiqibdi o'zi. 14.8 chiqibdi. 13larda kecha to'g'rimi? Yaxshi. Soat qo'yish.